Çarşı pazarının bugünkü bu bizim mehmonxona. Mana bu yerda mana qator savdo rastalari bor edi. Remont qilinishi munosabati bilan manimcha ular ko'chirilibdi mana. Doğru bir kısmen bu civarda kalmasında qator rastalar bor. Aleyküm selam. Benim ışıkta yatışım. Bir şey yaptı bir şey. Joylar o'zgarib ketsa. Chorsu bozoriga kiraverish. Bugungi ahvoli 25-aprel 2025-yil. Bozorga kirishim kerak. Butunlay o'zgarib ketdi. Bu tarafta mehmonxonaning buzilish jarayoni juda mustahkam qurilgan ekan. Mana texnikalar tepada og'ir texnikalar ishlayapti. Qoyib qolish kerak shunisi. Qanaqa qilib buzishar ekan o'yladim endi. Bozorga borish uchun anchagina yurishimiz kerak. Oldin bu joylar bo'lmas. Keyin kechak oziq ovqat mana bu yo'lgacha ketgan edik. Endi piyoda yurib ketyapmiz. Yangi daraxtlar ekishibdi. Shu joy anaqa edi, savdo rastalari edi. Mana qanaqa daraxtlar ekishibdi. Chorsu bir aylanib kelguncha o'zgarib ketibdi. Mana shu joyga mana baraka topsa, tagiga gul ekishsa kerak. Chiroyli daraxtlar ekishibdi. Bu yerdagi savdo rastalari qayerga ko'chgan bo'lsa hozir ko'ramiz. Mana sizga yana oxirgi ko'rsataman. Mana o'sha joygacha bo'lgan savdo rastalari hammasi boshqa joyga ko'chirildi. Menimcha bu yerda yaxshigina chiroyli o'zgarishlar bo'lishi kerak. Tayyorgarlik do'koni. Chorsuga ishtiralik olish uchun kelganimni hozir qaysi yo'ldan borish kerakligini topishim kerak. Chunki mana yo'llar biza bu yo'l yopib tashlab juda katta o'zgarish bo'ldi. To'g'ri magazinga shu vaqtda ko'rganimiz hozirgi o'zgarishlar bo'yicha.
Bu taraf esa Beshik bozorgacha ochilgan. Bunga qanaqa boshqa qurilishlar tushsa kerak. Bu taraf. Mana nimalar oldim Chorsoni aylanib do'stlarim. Mana 2 kilo mana bunaqa novotdan oldim. Bu qizil sariq novot. 2 kilo, kilosi 20 ming so'mdan ekan. Mana bu oq novotdan oldim 1 kilo. Bu ham 20 ming so'm kilosi. Mana shu 3 kilo novot 60 ming so'm bo'ldi. Mana parvarda oldim. Parvardasi 25 ming so'mdan ekan. Bundan 2 kilo oldim. Men bu mayiz bor ekan 70 ming so'm kilosi deb turgan ekan. Men yarim kilo oldim. Ko'pchilik men bu shirinlik sotayotganda novot qiluvchidan so'rashyaptiki, bu Eronniki emasmi, Eronniki emasmi deb so'rashyapti. Sotuvchi tushuntiryaptiki, yo'q, Eronniki emas, buni o'zimiz qilganmiz, Eronniki oppoq bo'ladi deb tushuntiryapti. Demak, Erondan ham bizga novotlar kirib kelayotgan ekan. Sotuvchining aytishi bo'yicha Eronniki oppoq bo'ladi deb aytadi. Buni esa Angren'diki deyishdi. O'zimizdan qilingan ekan. Shunaqa qilib do'stlar, Chorsudan olgan shirinliklarim mana shu va o'zgarishlarni ko'rib keldim.